Assalamualaikum. Ben Germaniyadan Eysa Hekim. Uyghur Abdunum rayonundaki Qorçaq reisi bolgan Şöhret Zakir'ninki. Biz barlıq Uyg'urlarni qo'yib berdik. Ular baxtlik va azod yashayotdi degan bayonotga asosan tövəndikide qarşı guvohlik bermoqchi. Birinchi, Akam Musa Hekim 81 yil tug'ilgan. Akam Musa Hekim 2017 yılı 4 ayda tutqun qilingan bo'lib, tutqun qilinishga sabab bo'lsa, asabiy ideyasi bor. Ya'ni namoz o'qiganligi, soqol qo'yganligi uchun asabiy ideyasi bor deb tutqun qilingan bo'lib, hozirgacha hech qanday aloqamiz yo'q va xabari yo'q. Ikkinchi, Safullah Zayed. Qaynatam Safullah Zayed 70 yaş bo'lib, 2017 yılı 4 ayının 18 günü saat 9 bilan Korli shahar Charvoq turmiga elib ketilgan bo'lib, elib ketishga sabab bo'lsa, chet elda o'qiyotgan bolalarga pul soldi deb elib ketilgan. Hozirgacha hech qanday aloqamiz yo'q. Mehmet Safullah 81 yil tug'ilgan. Qaynakam Mehmet Safullah 2017 yılı 4 ayda tutqun qilingan bo'lib, Korli shahardagi 42 imam asabiy ideyasi bor deb tutqun qilingan bo'lib, shu imamning qatoridan birisi. İmamlardan qatoridan birisi. 4-chi, İbrahim Safullah. İbrahim Safullah 2017 yılı 4 ayının içinde tutqun qilingan bo'lib, tutqun qilinishlik sababi bo'lsa, Misrga bordi deb tutqun qilingan. Ve şundaqla İbrahim Safullah qatorliq 142 balla tutqun qilingan bo'lib, anglashlarga qaraganda bu bolalarning hammasiga Xitoy hukumati kesim e'lon qilgan. Men Abduraqibniki biz diniy erkinlikni yo'l qo'ydik. Ular azoda diniy faoliyatni elib bora oladi ve shundaqla masjidlarniki aslahalarini to'liqlab berdik degan bayonotga asosan tövəndikide qarşı guvohlik bermoqchi. Birinchi, Korli shahar Tekchi yeza 2 guruhdagi masjid nima uchun chaqib etildi? Ikkinchi, Korli shahar Tövəngi Darvoza masjidi nima uchun chaqib etildi? Uchinchi, Korli shahar Yangi yeza Qarabağ Janit 2 guruh nima uchun chaqib etildi? 4-chi, Korli shahar Yangi yeza Qarabağ Janit 1 guruh masjid nima uchun chaqib etildi? Men xalqaro jamiyatdan Xitoy hukumatiningki yolg'on yovdoq sapsapilarga ishonmaslikni tavsiya qilaman. Rahmat.